Tanımadın mı onu? Şehirlerde ortalarda başladı. Allah madad versin şurada hani. Allah razı olsun. Şu atrofdagi odamlarda inoninlik belgisidir bu. Agar qavm bir-birini tinchligini qilinmaydi. Çünkü baraka ham bo'lmaydi. Baraka ham bo'lmaydi. Alloh mehribon zot, o'zi ko'rib, bilib turibdi. O'zi fayz bersin, barakot bersin, o'zi madadkor bo'lsin. Himmat qilayotgan, xizmat qilayotgan, ihson qilayotgan, kimiki hissasini qo'shayotgan bo'lsa, Allohning o'zing ko'rib, bilib turibsan, ajrlarimiz, savoblarni ko'paytirib bergin. Şu joylar chiroyli holatda bitib, yelkama-yelka turib, shu joyda chiroyli ibodatlar qilishimizni Alloh hammamizga o'zing nasib qilgin. Jannatda va'da qilingan qasrlarda ziyodasini o'zing qilib bergin. Ularga bosh bo'lib turganlar, imom domlamiz, atrofidagi yigitlar hammalaridan o'zing rozi bo'lgin. Xonadonlarni o'zing obod qilgin, qalblardagi yaxshi niyatlarga o'zing ziyodasi bilan yetkazgin. Islom diniga quvvat bergin, islom diniga xizmat qilayotganlarga o'zing nusrat bergin. Şu joylarda shunchalik bo'lishligida bosh turgan rahbarlarimizdan ham o'zing rozi bo'lgin. Xalqimizga qilayotgan xizmatlarni barobariga o'zing mukofotlarni o'zing ko'paytirib bergin. Ko'zlayman. Inşallah 3 qavat 3 qavat ham bo'ladi. Xodlar xonaxonadan Sizdan bugun topshirsak. Padval qayerdan tushiradi? To'pli pol bo'ladimi? Maktabda? Ha, xudo xohlasa. Ha, yuqodanmi? Ha. Avtobus bo'lmaydi. Aba yonboshlarga batareya qo'yamiz, time to'li qilamiz. To'pli pol. Padvallik qilib zo'r qilsalarda. Ha. Mana shu ukamiz qattiq turib oldi-da, padval qilamiz deb. Juda zo'r bo'libdi-da. Mas'ul katta bo'ladi deb qilmasak bo'lmaydi. Ukamiz turib oldi. Ha. Çekin. Apartı altına koyduk. Güzel. Beş mahallik şaka tushtirilsa, shefa urinmaydi. Ham salqin bo'ladi. Qanaqa havo topsa qo'yasizlarmi, qo'ymaysizlarmi?
Minoradan chiqarib bo'lyapti. Mana bu joydan u yerdan minoradan tortilyapti. Tomga ham mana stadion qilamiz. O'sha Elektrisik. Hani yonga qo'yiladi shu. 60 yildan issiq bo'lsa, keyin bunga 20 litr. Uni rost o'shanga tayyorlab o'zi gapni shunga rejalashtirgan. Mana shu qurilishni boshlayapsiz-ku. Ha, qurilishda sizmi? Rost tayyorlab qilsangiz, ko'plik bo'ladi. Bizda yo'nalishni ko'proq o'chadi qishda. Keyin ko'mir, gaz, transportni hisobga olmay, plyonchali natija solib Koreys. Koreyska. Ha. Shuni maslahatni to'xtadik. Shuning uchun ishlashga bordik. Unisidan bir yog'och pol qilib turib, hozir yarim soatga sinab qo'yamiz. Oy. Sementga ham ayamapsizlarmi? Insonga xudodan shukr. Insonlar hissasi qo'shib. Ishlar hamma hissa qo'shmagan odam qolmadi. Xor akamlarni da'vatda bo'ldi. Azmina xor akamiz, ukalarimiz hammasini xor akamlar asosan domlar. Qishloqni ham duo qilaylik. Allohim o'zi fayz barakotni yog'dirib qo'yibdi, ilohim. Bu qishloq ahlini, yosh-u qari, erkak-u ayol hammalarini Allohim jonlarini sog' qilgin. O'zing hifz himoyingda asragin. Balo ofatdan, yomonliklarni o'zing saqlagin. Dehqonlarning dehqonchiliklariga, tijoratchilarning tijoratlariga o'zing fayz bergin, barakot bergin. Himmatlarni bundan ham ziyoda qilgin. Payg'ambarimiz aytganlaridek, jannat sahiylarda hovlisi deganlar. Allohim bu sahiylarimizga qiyomat kunida jannat mukofotini o'zing ato qilib bergin. Ushbu qishloqdan o'tganlarni o'zing rahmating yog'in, oxiratlarni obod qilgin. Bu qishloqqa, bu tumonga rahbar bo'lib turgan rahbarlarimiz ham hammalarini tanijonlarini sog' qilgin. Shu qilayotgan mehnatlardan barobariga Parvardigori o'zing rohatlarni ziyodasini o'zing ko'rsating. Minnatlaringga barakalloh. İşte tamir gününe göre Shunga harakatdamiz. Shunga duo qilib. agar yo'q bo'lsalaring zo'r bo'lardi. Yog'inchachingacha. Keyin ichida ish ketaverardi. Shuni haligi Devonay masjidda qurgan bolalardan olib keldik. Olib kelib, Hali 2 oy bor omadi. Sen ham xudo xolasa. shuni harakat qilib. Xudo xolasa. Güzel. Yigitni qo'yib olsa bo'ladi. Kelyapti. Mana bu olib tashladi endi. Kitobida aytilgandek tashalayotgan hammasida. 18 mi 20 mi? Ha bu. Sağ olun. Sizler ham 25 ekanda.